Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Xitay Şərq Türkistanda Xitay virusunu bahane qılıb şəhərlərini yeni taqamaqda. Amerika parlamenti əzaları hökumətni panahlıq və viza işlərdə Uyğurlara əvzəllik verishni o'ylashga chaqirdi. Ermeniya 3-cü qatim urush to'xtatish kelishimiga xiloflik qildi. Turkiya Fransiyaga norozilik bildirdi. 50 davlat tarafidan tarixiy yadro cheklash shartnomasi tasdiqlangan bo'lib, kelar yili 22 yanvardan boshlab yo'l qo'yiladi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasi Xitoy virusini bahona qilib, tuyuqsizlik Sharq Turkistonning janubidagi Qashqar asosliq bo'lgan shahar noyalarini jiddiy holda butunlay taqab, butun xalq aholilarini majburiy Xitoy virusi yadro kislotaliq tekshirishni qabul qilishga majburlagan. Yakan noyisidagi bir ayol faqat yakan noyisida qolgandan keyin har bir kishi cho'qim yadro kislotaliq tekshirinish kerak. Rad qiluvchilar ishiga borolmaydi. Uydan sirtqa chiqolmaydi. Ash to'qqasimi hech kimning kari bo'lmaydi deganlik uchun atalmish reaksiyalik nutq so'zlash gunohi bilan bu ayol tutib ketilgan. Sharq Turkiston xalqi Xitoy Kompartiyasining yig'ib olish lagerlarining bu xildagi yuqori besimliq boshqarish holatiga amalsiz ko'nib qolgan bo'lib, yadro kislotaliq siniqini qildirish uchun rat tizilib, yana uzun muddat kontrol qilinishga hozirlangan. Fransiya xalqaro radiosi va Hong Kong Mongbao to'rining bu vaqtga xabar qaraganda, ba'zi Hong Kong taratqullari shu yerdagi yuqumning oldini olish va kontrol qilish markazi xodimlarining butkul Qashqar viloyatining taqalganligi va aeroplanlarning qoldirilganligi xabarini dalillagan. Hamda bu xodim taqash buyruqining 24 oktyabr tushganligini, ammo buningdagi sabablarni deyishga bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Bu yil iyul oyida Urumchida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchi bayqalgandan keyin butkul shahar qamal qilingan. Bir oydan ko'proq davomlashgan qamal jarayonida shahar aholilari noma'lum dorilarni ichishga majburlangan va turli qiyinchiliklarga duch kelgan. Ommaviy taratqularda o'tirg'i chiqqan norozilik sadolari xalqaro matbuotlarning diqqatini tortgandan keyin avgustning oxirida doiralar qamalning bekor qilinganligini e'lon qilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan, millionlagan kishi lagerga qamalish bilan birga 100 minglagan kishi zavodlarda majburiy emgakka solinayotgan bir sharoitda virus yuqumining lager va turmalardagi Uyg'urlarga tarqalish andisisi kuchaymoqda. Amerika ikki partiyadan bo'lgan ko'plagan parlament a'zosi Amerika hukumatini texmo cho'ng harakat qo'llanib, Xitoyning eg'ir ziyonkashligiga duch kelgan Uyg'urlarni qo'g'dashga, ular uchun viza iltimos qilish tartibini tezlatish va panohlik berishni o'ylashga chaqirdi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Florida shtatidan Demokratik Kengash palata a'zosi Ted Deutsch boshchiligidagi 31 nafar parlament a'zosi 23 oktyabr juma kuni Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va davlat bexatarlik ministrligining muvaqqat ministri Chad Wolfga maktub yozib, ma'muriy organlarni Uyg'urlarning viza tartibini tezlatishga, Uyg'urlarga birinchi darajalik musofirlik imtiyozi berishni o'ylashga va umumiy musofirlarning soni qo'yilgan cheklamani o'stirishga chaqirgan. Parlament a'zolari maktubida Xitoyning Uyg'urlarga davomli ziyonkashlik qilayotganligini ko'z tutib, oila, ma'rif va xizmat sababi bilan qilgan viza iltimosini bartaraf qilishni tezlashtirishni o'ylashni talab qilib, bu kishilarning majburiy nopos kontrol qilish, majburiy emgak, jazo lagerlarida xalaqancha tutib turilish, qiyin qistoq, jismoniy jihatdan xo'rlanish, jinsiy parakandichilik, keng ko'lamli nazorat qilish, oila parchalanish, madaniyat va diniy jihatdan bostirilish xavflariga duch kelganligi, tadbir qo'llanmasi yana davomlashadiganligini bayon qilib, Tashqi ishlar ministri va muvaqqat ministriga musofirlarga davlat tarafidan ziyonkashlik uchirgan, davlat tarafidan ezilayotgan va jazo lagerlari qamalganlarga yordam berish uchun qo'lidan kelishicha tirishchilik ko'rsatmagan sobiq Amerika siyosat belgilaridan savoq elish taklifini bergan. Xabarda aytilishicha, Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarni lagerlarga qamab qo'yishi va kishilik huquq tafsirlanchiligi dunyo miqyosida bo'lgan sir ko'p diqqat tortayotgan bo'lib, Kanada Avom palatasi Xalqaro kishilik huquq komiteti 21 oktyabr kuni 3 betlik bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bir qator kishilik huquq tafsirlanchiligini qattiq ayblagan. Kanada hukumati buni irqiy qirg'inchilik deb atashga va Magnitskiy qonuniga asosan embargo yurgizishga chaqirgan. Ermeniya armiyasi urush to'xtatish xiloflik qilib, Ozarbayjon askarlariga va Tartar viloyatidagi aholi rayoniga hujum qildi. Ozarbayjon davlat mudofaa ministrligi Ermeniyaning urush xiloflik qilganligi to'g'risida bayonot e'lon qilib, Ermeniya armiyasining insonparvarlik urush to'xtatish xiloflik qilib, ishg'ol ostidagi Lachin shahridan Lachinning Safiyan yazisiga o'rlashgan Ozarbayjon qismlarini to'piq tutganligini bildirdi. Ozarbayjon armiyasining butkul saf bo'yicha urush to'xtatishga to'liq amal qilganligini eskartgan. Ozarbayjon muavin prezidenti Hikmat Hojiyev Ermeniya armiyasining urush to'xtatish xiloflik qilishga Ermeniyaning javobgar ekanligini bildirib, Ermeniyaning 10 va 18 oktyabrda e'lon qilingan urush to'xtatishga xiloflik qilganligini ta'kidlab, Ermeniyaning insonparvarlik urush to'xtatishni faqat og'zida qo'llaganligini, urush to'xtatishdan Ozarbayjon askarlariga va aholi rayonlarini o'qib tutish,
kuch to'plash va yangi nuqtalarni qo'lga tushirish uchun foydalanayotganligini, Armeniyaning nishoni ishg'ol asos qilgan hukmronligini qo'g'dash va kuchaytirish ekanligini, Ozarbayjon tamkinlik bilan muomala qilayotganligini, insonparvarlik urush to'xtatish xilof qilingan ahvollar to'g'risida uchur to'playotganligi va Minsk gruppasi davlatlariga ma'lumotlar berilayotganligi, urush to'xtatish xilof qilishga Armeniya mas'ul ekanligini ta'kidlagan. Bu jarayonda Ozarbayjon davlat mudofaa ministrligi e'lon qilgan yana bir bayonotda Armeniya armiyasining barliq oldingi saf liniyalarida va ikki davlat chegarasidagi Ozarbayjon harbiy qismlari bilan fuqarolar aholi rayonlarini o'qitayotganligi qayd qilinib, Armeniyaning Bert, Chambarak va Vardanis viloyatlaridan Ozarbayjonning Tovuz, Gadabay va Toshkasan viloyatlariga o'q chiqarilganligi bildirildi. Türkiye, Fransiyaning voqealarga va ikki taraf munosabatlariga bir taraflamalik hamda o'zini markaz qilgan qarashini davomlashtirayotganligini bildirib, Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Fransiyani ayblab bayonot e'lon qildi. Bayonotda Fransiya Tashqi ishlar ministri Le Drianning Anqaradagi bosh elchisini muzokara uchun Parijga chaqirish qarorini e'lon qilgan vaqtda Turkiya haqida aytgan so'zlarga norozilik bildirib, Le Drian Anqaradagi bosh elchisini muzokara uchun Parijga chaqirish qarorini e'lon qilganda Fransiya o'zi boshlagan va ulg'aytgan jiddiychilikni izohlashga tirishayotganligini tushunib olgan bo'ladi. Fransiyaning voqealarga va ikki taraf munosabatlariga davomli bir taraflamalik bilan o'zini markaz qilib qarayotganligini ko'rsatib berdi. Musulmonlarni ranjitadigan hajviy rasmlarning atalmish fikr erkinligi nomi ostida davlat binolariga esilishiga inkas qaytarilmayotdi. Amaliyot tilga ilingan vaqtda G'arbning har doimdagiga o'xshash qo'sh o'lchami bilan fikr erkinligi yo'q hisoblanayotdi deyildi. Bayonotda Turkiyaning har xil terrorlik va zo'ravonliklarga qarshi kurash qilgan bir davlat bo'lish sifatida u voqealarning barliq ziyonkashlik uchirg'uvchilariga o'xshash o'qituvchi Samuel Paty jinoyatidan cho'nqur qayg'urganligini eskartib, Fransiyadagi davlatimizning eng yuqori darajadagi vakili bo'lgan bosh elchimizga qayg'umiz yetkazildi. Turkiya terrorlikka qarshi til, din, fikr qilish va irq ayrimchiligi qilmaydi. Shundoq turib, yillardan buyon terrorlik tashkiloti PKK shahid qilgan o'qituvchilarimiz haqida bir qatlam bayonot e'lon qilgan Fransiyaning bugungi bunday pozitsiyasini tushungili bo'lmaydi. Fransiyada payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga haqorat qilingan hajviy rasmlarni nashr qilish va prezident Makronning bularni cheklamaydiganliklarini e'lon qilish norozilik qo'zg'ab, Turkiya Cumhuriyet Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an davlatidagi millionlarcha o'xshamagan dindagi kishilarga mujmal muomala qilgan prezidentga nima degili bo'ladi? U aqlini tekshirib baqsin degan. Falastin, Kuvayt, Pokiston, Liviya va Livan qatorliq davlatlarda Fransiya va Makronga qarshi noroziliklar davom qilmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı 24 oktyabr shanba kuni yadro qurollarini ishlatishni cheklaydigan xalqaro shartnomaning Birleşken Devletler Teşkilatıga a'zo 50 davlat tarafidan tasdiqlanganligini bildirdi. 50 davlat kongressining ahdnomasining tasdiqlanishi bilan bu tarixiy hujjat 90 kundan keyin, ya'ni kelar yili 22 yanvardan boshlab yo'l qo'yilgan. Birleşken Devletler Teşkilatıning bosh kotibi Antonio Guterres bayonot e'lon qilib, 50 davlatlik yadro qarshi faoliyatchilar va ularning fuqarolar jamiyatining bu xiyatli xizmat uchun ko'rsatgan tirishchanligini maqtab, bu shartnoma bo'lsa dunyoning har qanday yadro qurollarini ishlatishning insonparvarlik keltirib chiqargan oqibatlariga diqqat qilish chaqiriqining yuqori cheklamasi deyilgan. Bu shartnoma bo'lsa avgust Yaponiyadagi Nagasaki va Hiroshimaning atom bomba portlaganligining 75 yilligiga to'g'ri kelgan. Nigeriya, Malayziya, Irlandiya, Malta va Tuvalu qatorliq bir qancha davlat yaqin oylarda bu shartnomani tasdiqladi. Ammo bu shartnoma Amerika va boshqa asosiy yadro kuchlariga ega davlatlarning kuchli qarshiligiga uchragan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.